keling mana shu bizni yerlar mana shu tarixda mana shunday nomlangan, kelinglar mahalladoshlar bo'lmasa yurtdoshlar birlashaylikda mana shu nomni qaytaraylik degan tashabbus bo'lishi mumkin-ku faollardan. Bunda qanday murojaat qilish kerak shu? Aholi tomonidan masalan o'sha tarixiy nomlarni tiklash istaklari bo'lib qolishi mumkin. Lekin buni qanaqa qilib amalga oshirish kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Kimlar o'zi bu ish bilan shug'ullanadi? Oxiri yakuni qayerda degan savollar bo'ladi-da. Bu avvalambor har bitta Dilnozaxon aytganlaridek, tumanda, shaharda, viloyatda toponimik komissiyalar bor. Va mahallalar bor bilamiz. Bizda mahalla kengashlari bor. U yerda oqsoqollar, mahalla raislari faoliyat yuritadi. Nomlangan obyektlar qayta nomlanishi uchun agar istak bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa nomlanmagan obyektlarni nomlash bo'yicha avval boshi o'sha mahalla raislari aholidan fikr olishadi. Nima deb nomlasak bo'ladi? O'zi bizning joylarimiz qadimda qanaqa atalgan, qanaqa joy bo'lgan u? O'sha kasb-kori nima bo'lgan ota-bobolarimiz? Bu yer o'sha qanaqa? Boya aytdingiz yuqorida labzak, o'sha labzax degan o'sha zax joymi boshqami, lalmikor yerlarmi va hokazo. Shu o'rganilib, aholi demak ma'lum bir nechta taklif berishadi. Aholini takliflarini mahalla oqsoqollari o'zlaridan yuqori organ, tuman hokimliklari yoki shahar hokimliklaridagi toponimik komissiyaga taqdim qilishadi. Toponimik komissiya u yerda o'sha asosiy ishni olib boruvchi o'sha tuman shahar hokimliklarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha hokim maslahatchilari hisoblanadi. Bu taklif ko'rib chiqiladi. Agar tuman komissiyasi, shahar komissiyasidan ma'qul deb topiladigan bo'lsa o'sha nom, o'sha joyga mos, xos bo'ladigan bo'lsa, viloyat komissiyasiga taqdim qilinadi. Viloyat komissiyasi ham o'z o'rta yana qayta ekspertizadan o'tkazadi uni. Undan keyin respublika komissiyasiga, demak o'sha yuqorida aytilgandek, Davlat kadastrlar palatasining Respublika toponimika xizmati boshqarmasi, ya'ni bizni boshqarmamizga kelib tushadi u. Ana o'shanda o'sha ekspert komissiyasi a'zolari bor bir nechta, o'rganamiz uni. U joylar qanaqa o'zi tarixiy manbalarni izlaymiz va ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'sha ijobiy xulosa beramiz. Ana undan keyin bizning xulosamizga asosan u endi obyekt turiga bog'liq tuman o'zini o'sha deputatlar, xalq deputatlari tuman kengashida ko'radi. Ungacha bo'lgan jarayon ham borki, yana u xalq muhokamasida turadi bir 15 kun. Xalqqa boshqa qaysi qatlamga ma'qul bo'lmay qolishi mumkin. Albatta. Tuman kengashlarida ko'rib, tasdiqlab, uni deputatlar qarorlarini chiqarib bo'lishgandan keyin yana o'sha qayta tartibda tuman, shahar, viloyat ketma-ketligida bizga o'sha davlat reyestr bazamizga kiritish uchun asos kerak. Asos bu o'sha kengash qarori. Qaror berishadi va uni ro'yxatga kiritib qo'yamiz nomlarni. Ro'yxatga kirgandan keyin esa buni mana shu yashovchi oddiy aholi bilish kerak. Ko'chasi nomi o'zgargandi. Buni qanday qilib bildirasizlar? Masalan, qandaydir majlislar bo'ladimi yoki bo'lmasam aytib o'tganingizdek saytingizda e'lon berasizlarmi? Chunki bilmay qolgan aholilar baribir ham hali hanuz eski nom bilan joylarini nomlab yurgan bo'lishlari mumkin. Portalimiz ochiq hisoblanadi. Ya'ni demak, istagan inson kirib ko'rish mumkin. Foydalanuvchi sifatida emas, kuzatuvchi sifatida o'zingiz hududingizni ko'rishingiz uchun kirib bemalol ko'ra olishingiz mumkin. Va qolaversa, u o'sha peshlavha, peshtaxtalar deymiz. Shu peshtaxtalari osiladi o'sha ko'chaga yoki mahallaga. Uni ham bugungi kunda standarti kadastr agentligi tomonidan ishlab chiqilyapti. O'sha davlat standartiga javob beradigan darajadagi bu respublika bo'yicha bir xil. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, shu paytgacha har xil peshlavhalar har xil. Qaysidir orqasi oq, qaysilardir ko'k, yozuvlari oq shaklda va hokazo. O'sha katta kichikliklarda har xilliklar bor. Bugungi kunga kelib mana yaqin orada va bo'yicha u qanday bo'lish kerak, o'zi jahon standartiga javob beradimi? Ana o'sha mukammal darajadagi peshlavha, peshtaxtalar ishlab chiqildi. Endi o'sha holatda ilinadi va bu aholi uchun ma'lumot sifatida yetarli bo'ladi va u qayta almashmaydi.